Yana bir bor assalomu alaykum barchaga. Demak, ushbu videoda demak hozirgi cloud infrastrukturasining, Kubernetesning eng asosiy bo'lmish Docker image'lari haqida gaplashamiz. Demak, o'zi umumiy konteynerlar haqida gaplashadigan bo'lsak, eng birinchi o'zi Docker image'lar support qilingan. Docker Shim orqali adashmasam, Docker Shim nimaligini bilmayman o'zim. Lekin eshitganman va keyinchalik masalan hamma o'zini xohlagan specification'ni implementation detail'ni xohlagancha yarata olish uchun bitta specification yaratilgan protokol container runtime interface. Agar siz xohlagan imageni yaratib o'shani container runtime image'ga compatible, ya'ni mos interface'ga mos kelsa ishlash prinsiplari, siz demak o'sha image'ni shu container runtime interface'da demak containerdda yoki podman yoki dockerda run qilsangiz bo'ladi degani. Va aynan mana shunaqa imkoniyat, ya'ni containerization bu juda tezlik bilan xohlagancha dasturlarimizni yaratib, mana shu environmentga umuman isolate holatda, ya'ni environmentga umuman aloqasiz holatda docker image'larni, shu container image'larni pull qilib, run qilib, tezlik bilan o'qilish imkoniyatini beradi. Bu juda qulay abstraction. O'zim ham masalan qanaqadir pet project qilayotganda, boshqa qilayotganda har xil database'lar, boshqalar bo'ladi. Juda ko'p holatlarda Docker bilan run qilaman. Ya'ni aynan bu nimaga yordam beradi? Sizni lokal kompyuteringizni har xil softverlarni versiyalari, qanaqadir har xil library'lar, ya'ni masalan deylik sizda Cni qaysidir library'si yo'q yoki sizda Python'ni ba'zi bir packejlari farqli, boshqa dastur boshqasiga xalaqit berishi mumkin. Buni nimaga o'xshataman men? Ya'ni xuddi Kubernetesda servislar bor-ku, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri podlar bilan gaplashmaysiz, bitta servis bilan gaplashasiz va podlar qo'shilsa ham, ayrilsa ham o'sha servis abstraction layer qo'yib beradi. Xuddi shunday, masalan, agar siz Docker bilan run qiladigan bo'lsangiz dasturlarni, siz xohlagan imageni olib, faqat Docker bo'lsa, shu container runtime bo'lsa, o'shani run qilib keta olasiz. Lekin masalan agar Docker bo'lmasa, shu o'zini kompyuterni o'zida setup qilib, mana o'qilaman desangiz, siz SDK'larni o'rnatishingiz kerak, package managerlarni konfigure qilishingiz kerak, packaglarni o'zingiz o'rnatishingiz kerak, Nginx hammasini o'zingiz konfigure qilishingiz kerak. Bu juda ham qiyinlashtirib yuboradi configuration'ni. Demak, shunday qilib boshlaymiz. How many images are available on this host? Demak, Docker bormi bizda? Yaxshi, Docker D-chimi? D demak, alias D teng Docker desak bo'ladimi? D bo'lar ekan. Demak, D images ls qilsak bo'ladimi? Birorta ham yo'q-ku. How many images are available on this host? Qaysi image'larni aytyapti bu aynan? Docker image ls. No headers bunda ham bormi? No trunk. No trunk emas. Okay, mayli. Word count l qilamiz, birni ayirib yuboramiz, shunda 9 ta bo'ladi. Image bilan imagesni tushunmadim, lekin qanaqa farqi bor komandada. What's the size of Ubuntu image? Demak, bizga Ubuntu kerak 78.1 megabayt. What's the tag of newly pulled Nginx image? Okay.
make new image hozirgina qilibdi. What's the tag on newly put nginx image? Nginx newly put latestmi? Ha, demak bunisini qanday qilib anavi qilsa bo'ladi buni? ls help bormi? Help format string. Demak qanday qilib biz anavi qilsak bo'ladi? Image list. Demak bizda sorting yo'q ekan, sorting mexanizm. Qachon qaysi bir emailni latest shuni anavi qilmas ekan. Shuning uchun buni tanlaymiz. cd web app caller directory less docker file. Python 3.6 ishlatilgan. To what location within the container is application code copied during the docker build? Demak, opt-ga anavi qilyapti. Copy qilyapti. Bu yerdagi mana shu directorydagi hamma narsani. When a container is created using the image build with this docker file, what is the command used to run the application inside it? Entry point run bo'ladi va python app.py entry point application run within the container. Qaysi portda run bo'ladi deyapti. Demak, qaysi port? Expose 8080. Demak, 8080-portni expose qilayotgani uchun shunda run bo'ladi. Bo'lsa kerak. Chunki biz 8080 sonni expose qilib, applicationni 8081 ga bind qiladigan qilib qo'ysak, bo'lmaydi. Nima deydi? Ya'ni bu yer 100% uni bermaydi. Menimcha yana boshqa app.py bo'lishi mumkin. O'sha yerda demak 8080 mana shu yerdan olib aytishimiz kerak edi. Ya'ni u yerdagi expose u taxminimiz edi. Taxminimiz to'g'ri chiqdi. Bekordan bekorga 8080 ni expose qilishmaydi-ku. Build a docker image using docker file and name it web app caller, no tag to be specified. Okay. DLLS qilsak ham bo'larmikan? Docker build yerni web app caller. Menimcha shunday bo'lishi kerak edi. Adashmasam to'g'ri yozdik. Tag bermadik. Tag ya'ni to'liq ism tag bo'ladi. Keyin 2 nuqta qo'yib versiya yozsak bo'ladi, lekin versiya yozish shart emas degan. Shuning uchun shunchaki nomini berib qo'ya qoldik. Demak, pull qildi Python uni, keyin hozir endi running pip the root. Okay, so shunchaki warning kopiya qildi, expose qildi. Mana endi docker image ls qiladigan bo'lsak, bizda web app caller degani bor, default holatda latestni olgan. Run an instance of image web app caller and publish port 8080 on the container to 8282 on the host. Docker d deymiz, run deymiz. Qanchalik yaxshi ekan dokumentatsiyasi. Help. Boshidan yaxshi emas. -h ham support qilinsa bo'lardi. To'g'rimi? Demak, docker run web app caller latest
demak, birinchi hostnikini yozamiz, keyin uni yozamiz, konteynernikini. Demak, bu menimcha entry pointga biz cmdni qo'shib anaqa qilsak bo'ladi. Shu qo'shilib ketdi. Menimcha shu uchun anaqa bo'lishi kerak. Specification mayli. Options, image, docker run, options. Oxirida imageni berib olamiz. Web app color'ni, latest'ni. Mana endi ham bo'lishi kerak. Curl bormikan? Curl localhost 82. Demak, ishlayapti. Lekin nima uchun? Menimcha yana bir marta check qilsak. Web app color. Balki mana u latest sharmasdir. Hozir ko'ramiz. Bir xil natija. Shu ekan demak. Lekin qanday tekshirishni bilmadim, chunki baribir tagida latest RAM bo'lib turadi. Access the application by clicking on the tab named. Demak, mana bu yerda link bo'lishi kerak. Yaxshi, bizda ham xuddi shunaqa hello from anavi bor edi. Zo'r. Ajoyib. Okay. What's the base operating system used by Python 3.6 image? Menimcha buni inspect docker inspect web app color bilan qilsak bo'ladimi? Inspect buni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Layers. Rating system yo'q. Demak, qanday qilib anaqa qilsak bo'ladi? Hint qaraydigan bo'lsak. Yaxshi. Demak, docker run -it Python 3.6 share qilsak. Demak, cat degani bormizmi? cd etc ls chidamiz. Demak, endi biz
LAZ. Debian ekan bu. Specifically Bullseye. Qaysiki ko'p Python pakejlar o'sha bilan run bo'ladi. Ya'ni Appine'da ba'zi bir C pakejlarni topishda, o'shalarni compile qilishda muammo bo'ladi. What's the approximate size of the bug color image? Bundan chiqib ketamiz. Imtihon paytida ham bunaqa basic shell berishmaydi degan umiddaman. Docker image ls. Aliasimiz ikkinchisida bizda yo'q-ku anavi alias. Docker image ls 913 megabayt, 920 megabayt approximate. That's really big for Docker image. Demak, hozir biz buni anavi bilan Alpine bilan run qilamiz. Build new smaller Docker image by modifying same Docker file and name it webpack color, integrate light base image for make sure final image is less than 150 megabytes. Demak, katta ehtimol menda nima bor edi? Vim Docker file qilamizda buni Alpine bo'lishi kerak katta ehtimol. Flask qanaqadir C pakejlarni o'qimaydi. Cat requirements.txt faqat Flask bor. Qanaqadir MySQL client connector har xil novlar bo'lsa, o'shunaqa ba'zi bir C bilan C source code bilan compile qilib o'shani link qilib ishlatadigan ba'zi bir pakejlar bo'lsa, o'shalar keyin integratsiyada qanaqadir qo'shimcha narsalar qo'shimcha shu konfigure qilishga to'g'ri keladi Alpine'ni. Hozirchaga yaxshi. Demak, Docker demak, bunda hozir download pulling ancha tez bo'ldi. Ana endi mana farqni ko'rib turibsizlar. Light 62 megabayt, 913 megabayt. Run an instance of new image item. Docker run light va 83 ga. sakson ikkini to'xtatib qo'ydik o'zimiz. Okey. 83ni anavi qilib beryapti. Zo'ra, darrovga anavi qilib berishyapti. Publish qilib o'sha subdomainlar anavi qilib design qilib, ya'ni subdomain baribir under the hood wildcardlar orqali qanaqadir route bo'lib boradi serverga, baribir ham zo'r qilib anavi qilib berishyapti. Internetga onlaynga chiqarib berishyapti qilingan narsani. Bu juda zo'r. Qanaqadir proyekt qilish kerak. Tezgina ko'tarib anavi qilib beradigan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.